Bilasizmi, menga ortiqcha xarajatlar umuman keragi yo'q. To'yni ham oddiy qilib o'tkazaveramiz. Muhimi baxtli bo'lsak bo'ldi. Ertaga afsuslanmaysizmi? Yo'q, afsuslanmayman. Muhimi siz yonimda bo'lsangiz bo'ldi. Pravani sotib olganmisan? Befarosat. Va onasi? Haligi so'ragan pulimni bugun berasizmi? Yo'q. Bilasan-ku, kreditimiz bor. Uyni krediti, mashinani arendasini to'lash kerak. Uyni ipotekasi turibdi. Onlayni. Alo. Ha? Ering hali ham qira qilib yuribdimi? Aytgan narsalaringni olib berdimi? Yo'q. Qatdami beradi? Hali kreditlarimizni to'lashimiz kerak. Bunaqa tashvishlar tugamaydi. Erkak kishi sen aytgan narsalarini qilib berishga majbur. Agar bo'sh keladigan bo'lsang, shunaqa yuraverasan. Eringdan sal muddat talab qilishni ham bilgin. Voy, men senga hozir qilvaraman. Erim keldilar. Menga qarang, men sizga gapiryapman. Nega meni gapimni eshitmaysiz? Men sizga gapiryapman. Nima qildingsan yana? Ko'p narsa xohlayapman. Jonimga tegib ketdi. Yo'qotib, sizga shunaqa yashash menga yoqmayapti. Men sizga erga tekkan vaqtim menga qanaqa hayot va'da qilgandingiz? Qanaqa hayotda aytgandingiz, a? Qanaqa hayotda yashaysan degandingiz? Shu ham hayotmi? Shunaqa. Bo'ldi qilgan. Qachongacha bunaqa yashaymiz? O'chir ovozingni. Menga yoqmayapti bunaqa yashash. Odamlarni qarang. Ketishim kerak o'g'lim. Ketmang otajon. Ketmasam bo'lmaydi bolam. Boshqa ilojim yo'q. O'zingni ehtiyot qil. Otajon, siz yaxshi ko'raman. Yomon bo'ldi lekin. Siz kelsiz. Keting uyimizdan. Nima qilasiz men uyimda? Mani dadam bor. Kim bu? Bu o'g'lim meni. Narigi xonada oshxonada o'tirib turadi. Siz o'ylamang, xalal bermaydi. Yur. Keting deyapman. O'g'lim, bo'ldi jim. Yur. Qani yur. Qo'yib yuboring. Yur dedim senga. Sizga keting bo'ldi, deyapman. baqirma. Nega kiryapsiz uyimga? Qo'yib yuboring. Deymi. Odamni sharmanda qilding. Ovozingni chiqarma. O'tir shu yerda. Bukunni qancha kutganda. Endi injilni qilishni qarang. Otajon, qatladasiz, sizni sog'indim. Qachon kelasiz? Tezroq keling. Ona, men keldim. Ha, aytgan narsalarimni olib keldingmi? Yo'q. Kreditlarimiz bor, o'shani yopish kerak edi. Sen ham shu ahvolsan. Qachongacha bunaqa yurmoqchisan? Qachon bunda tuzukroq pul topasan? Bunaqa yurishing bo'lsa, sen ham xuddi o'sha otangga o'xshagan bo'lasan. Otangga o'xshamay o'la.
Agar men ham pul topmasam, otamga o'xshab boshqasiga almashtirib yuborasizmi? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi? Yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug'